Axir ular o'lib ketishgan-ku. Вот это поворот! Topinglar, men bugun janjal qilib, What? akamning sinflari bilan qaqa ketyapman. Bilasizlar, hech qachon qo'yim kelmaydi. Bugun akam kelib shahidlar maydonidagi muzeyga ketishayotgan ekan. Men akamga aytdim, meni ham o'tga olib ketasiz deb. Mana muzeyga ham kirib oldik. Bo'tga yeydigan narsa bilan kirish mumkin emas ekan. Darrov bekitishni boshladim. Ular agar ko'rayotgan narsalarimni bittasiga ham tushunganim yo'q. Lekin menga qiziq bo'pti, tarixiy insonlar bilan ko'rishmanman. Qanaqa ko'rishish? To'g'rirog'i ular bilan tanishmanman. Axir ular o'lib ketishgan-ku. Mana bizning jadidlarimiz, ustozim faqat shular to'g'risida gapiradilar. Mana yozuvni qaranglar, qanaqa tilda ekan. Menimcha arabcha bo'lsa kerak yoki forscha. Menga eng yoqqan maket mashi bo'ldi. Qaranglar, uyi eskicha uylar. Mana o'choqlarni qilib qo'yishganini qaranglar, har bittasini mayda-mayda detal bilan qilishibdi. Mana birinchi yuk tashuvchi poyezd ekan. Qaranglar, qanaqa nastoyashi qilib qo'yishibdi. Bu esa qadimgi mikroskop ekan, mana qaranglar. Voy, bu kimning to'qmoqi? Xullas, muzeyda o'sha odamlarning milliy kiyimlari bor ekan. O'sha davrga tegishli chalg'u asboblari bor ekan. Qaranglar, oldin musiqalarni mashinada eshitishgan ekan. Mana birinchi mashinkalardan biri. Xatlarni shunda yozishgan. Bu bizning birinchi prezidentimiz, hamma tanisa kerak. Xullas, muzeydan ham chiqib oldik, keyin dengiz bo'yida. Ko'zimga dengiz ko'rinib ketdi shekilli. Aslida bu ko'lmi shunaqa. Xullas, soya salqinda birpas dam oldik. Fontanlar oldida o'ynadim. Bilasizlarmi, sinfdoshlarim hozir darsda o'tirgan paytda men mazza qilib o'ynamayman. Mana gullarni qaranglar, chiroyli ekib qo'yishganligini. Keyin esa men o'rdakchalarni ovqatlantirdim. Qaranglar, asalligini kirishki bilan ovqatlantirmanman. Bugungi kunim shunaqa zo'r o'tdi, sermazmun o'tdi. Shunaqa qilib charchab, akam bilan uyga qaytdik. Obuna bo'lmaganlar tez obunani bosib qo'yinglar.